Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana biz yana bemorlarimizga mana shunaqangi gостиница hali hech kim turmagan ekan bu yerda. Mana yangi shunaqangi nimalar bilan, do'stolari bilan mana hamma narsa ichida bor. Hech narsa sotib olishmaydi inshaalloh. Mana sharoitlarni ko'rib turibsizlar. Har bittasi 2 xonalikdan, hammasi 2 xonadan ekan. Juda sharoitdagi gap yo'q. O'tirgan sharoitiga mana biz bemorlar o'zlari turishib gaplashib. Mana xonasi 88 yarimda. Bu kichkina xona deb aytishar ekan bu yerda. Kichkina xona o'zini ahvolini qarasangiz, mana gap yo'q. Anjonlar sog' bo'lsin, hech kim kasallanmasin inshaalloh. Kesinglar mana shunaqangi yaxshi mehmonlarga bemorlarni joylashtirib inshaalloh sog' salomat qilib O'zbekistonga kuzatishda hammaga yordam beramiz. Sog' bo'linglar. Kommentda izohdan kutib qolamiz. Kasal bo'lmanglar. Dedik ishlayapti. Hammasi